Mana biz hozir gistologik analiz оформлять qilyapmiz. Sabab bu patsientkamiz bizga Namangandan murojaat qilganlar. Bularda 7 yildan beri o'zlarida eroziya sheyki matki deb sanatsiya, boshqa lecheniyalar o'tkazilgan, kuydirilgan, lekin к сожалению bugungi holati sheykani juda ham achinarli. Кольпоскопияda ko'rib turganimdek, zona transformatsiya tip 3 sheyka частично vizualiziруется. Bu yaxshi ko'rsatkichlar emas. Kontaktni sheyka matkidan kровоточить, ya'ni qonaydigan holatlargacha kelib qolgan. Bunaqa holatlarda biz bulardan hozir BPC 16-18 ga, жидкостной цитологиyaga va bioptat sheyki matga oldik. O'sha именно пораженный участкdan ткань olib, hozir gistologik analizga yubordik. Если гистологический подозрение bu yerda ZNO sheyki matki. Agar gistologiya hozir bu yerda displaziya deb beradigan bo'lsa, unda в пределах здоровых тканей шейкani золотым стандартом лечения является полностью eksizya sheyki matki, ya'ni полностью sheykani kesib olinadi, kuydirilmaydi. Bu qizda уже 2 marta kuydirilgan. 2009-yildan beri shu narsa bilan boroться qiladilar. И xudo xolasa keyin уже динамическое наблюдение. Bu yerda nafaqat o'zlarini, balki xo'jayinlar bilan ham совместно ishlashga to'g'ri keladi. Потому что здесь есть показания. Sog' bo'linglar. Если sizlarda ham выделениyalar keladigan bo'lsa, ajralmalar, hidli, hissiz farqi yo'q, постоянный bo'lsa, agar jinsiy aloqadan keyin qonli ajralmalar kelayotgan bo'lsa, to обязательно ginekolog ko'rishni tavsiya etaman.